Bugun sizlar bilan 4 xil yog'dan tayyorlanadigan mix palov pishiramiz. Birinchi o'chirda qozonni olib suv solamiz. Suvimiz qaynayuncha gashilarni ortib olamiz. Keyin burunchimizni yuvib, yig'imchi suv ezib qo'yamiz. Shu vaqt ichida gashirni mida-mida etib doğrab turamiz. Ina suvimiz ham qaynadi. Endi duz solamiz. Izindan burunchlanib yuvarib beramiz. Ozgina qaynagandan keyin обратно olamiz. Keyin go'shtimizni doğrab duzlaymiz. Endi birinchi oq yog', ikkinchi dumba yog'. Dumbani shu holatga kelgandan keyin tarelkaga solamiz. Aytgancha, dumbani shu durishida yesangizlar ham bo'ladi. 3-chi zaytun yog'ini solamiz va 4-chi zig'ir yog'ini. Keyin go'shtni qovuramiz. Bizani piyoz solgan qadrimiz o'chib ketibdi. Piyoz videodagining bo'lincha qovuriladi. Izindan gashirlar qozonga tushadi. Palovni jilli fishkasini aytib o'taman. Novata ozgina duz solib, suv bilan aralashtirib palovga solib bersa, palov ta'mi вообще необычный bo'ladi. Keyin 15 minut kutib, zirvakimizda chesnok, burch va qazalarni taqlaymiz. Arqayin bo'laringlar. Keyin yana 15 minut kutib, burunchlarni solib beramiz. Qo'rqmanglar burunchlar, hammasini nazoratim ostida. Eslatib o'taman, palovning suvi burunchning chetida ko'rinib turishi kerak. Izindan zira sapib, yarim soat damga qo'yamiz. Keyin tayyor bo'lgan palovni yaxshilab bog'laramiz. Mix palovimiz ham tayyor.